İslam Xitobnomasi Ali İzzat Begovich Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullo Tarjim qilg'uvchi Elikbek Nashr qilg'uvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Muharriri Sajiya Islom tadqiqot markazi Tahriroti Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Loyihalaguvchi A. Aqhun Ovozda Zakiya Abdusattar 2023 yılı 1. nəşri 1. qatim besilishi İstanbul Tügence. Mana bular kişilərinin yanında gün sayın işib beriyotgan musulmon uluslarning umumiy o'zgarishining axloqiy, kültürel və siyasi ma'nosini üstüge algan islomiy qayta gullanishning asosiy fikrlari və muhim tangirqashlardan ba'zilaridir. İslomiy qayta gullanish butun mag'lubiyat va noumidliklarga qaramay dunyoning xeyli keng rayonida umid va chiqish yo'lining yana bir atilishidir. İslamni tasodifiy bir hodisa sifatida emas, balki uni sharaflik vazifa sifatida qabul qilgan har bir musulmon bu tasavvurni rad qila olmasa-mu, nurg'un kishilar tangirqash ichida shuni so'raydi. Bu tasavvurni amalga oshiradigan kuchlar zodi qayerda? Ushbu qichib bo'lmas savoliga javob berish bilan birga bu yillarda yetishmoqda bo'lgan yangi avlod musulmonlarga ishora qilamiz. Islomda tug'ilib, mag'lubiyat va kamsitilish ichida cho'ng bo'lgan. Yangi islomiy vatanparvarlik nuqtasida birlashgan. Dabdabalik o'tmishga petib va o'zgalarning yordam ehsoni bilan yashashni rad qilgan, shundaqla haqiqat, hayot va nomusga vakillik qilgan g'oyalar atrofida to'planadigan bu yosh bo'g'in necha yuz million o'g'il qiz mumkinatsiz ko'ringanni amalga oshirdi va ana shular har qanday mushkulotga taqobil turish kuchiga ega nasldir. Bundaq bir naslning bundan burun o'tirib chiqishi mumkin bo'lmaydi. Chunki uning o'tirib chiqishi uchun bizning quruq xiyol va behuda arzu umid davrini oxirgacha yashashimiz kerak bo'ladi. Shundaq bo'lgandila yolg'on tangrilarning vatanni qutqizg'uvchi va jamiyatni isloh qilg'uvchi alli kimlardir davlat odilari va xalq nijotkorlarining shohlar va kutilayotgan mahdiylarning quruq davronlari pash bo'ladi. Ashularning hammasining qo'lida biz Sinoyda mag'lubiyatning ta'mini tetidik. Indoneziyani halokatga ichtirganlarmi, Pokistonni davomli davolg'utganlarmi ana shular edi. Ana shular bizlarga hurriyat, boy, baravan turmush, taraqqiyot haqida tinmay chalavoqashdi-yu, lekin biz ularning qo'lida zulm, yo'qsullik, parxo'rlikdan boshqani ko'rmadik. Mana bularning hammasi bizning uyg'unish damlariga yetishimiz uchun zarur edi. Bularning hammasi barliq tirishchanliklarning tangirqash va behuda tipirlashdan iborat ekanligini, islom dunyosining tangirqash holatidan chiqalishi, o'z ma'naviy va moddiy boyliqlarga yuzlanish uchun birdan-bir yo'l borligini aniq ko'ra oladigan yangi bir avlodning dunyoga ko'z ochish uchun zarur edi. U yo'l bo'lsa-mu islom va musulmonlardir. Kunimiz islom dunyosi turli xalq va irqlar, har xil qonun va ta'sirlar favqulodda aralashib ketgan dunyodir. Lekin dunyoning har qayerida bo'lishidan qat'iy nazar birdek hurmat va ixlosga sadovar jigona narsa bor. Qur'oni Karim. Shundaqla Java, Indoneziya, Hindiston, Aljeriya va Nigeriyada o'rtaq bir narsa bor. Umumiy islom jamiyatiga tava bo'lish tuyg'usi. Millionlagan oddiy kishilar qalbida aqalli bir tuyg'u sifatida mavjud bo'lgan bu ichki sadoqat o'z ichida harakatsiz bir energiyani saqlab yotmoqda va bugungi musulmon dunyosida o'xshash va barobar narsaga vakillik qilmoqda. Musulmon dunyosi shu topning o'zida dunyoviy miqyosda bir ruhiy ittifoq. Hatto dunyodagi birdan-bir hayot turayotgan ko'p millatlik ruhiy, ammo tashkilsiz bir jamiyatdir. Ushbu his-tuyg'ularning bir parchasi va islomiy axloqning uzun muddatli ta'sirining natijasi sifatida biz dunyoning hamma yerida xalq donoliq shaklda kishilarning barobarligi, ijtimoiy adolat, barcha ufcharchilik, tinorliq shaylarga qarata keng qo'rsaqliq va mehribonlikqa aloqador tushunchalarni topa olamiz. Bu yakunlar o'zligidan texmi yaxshi va insoniy bir dunyo mavjud deganlik emas. Lekin texmi yaxshi, texmi insonparvar bir dunyo uchun va'dadir. Mazkur tuyg'ular musulmonlar dunyosining tirik ekanligini ko'rsatadi. Chunki sevgi va o'zaro qo'llash, o'rtoqlashish bor yerda o'lim emas, hayot barqarordir.
İslam dünyası Qaqas çöl bayavan emas, belki qo'shchining kelib sapan silishni kutib turgan munbat etizdir. Mana mushu yakunlar sayesinde vazifamiz haqiqatchil va mumkin bo'lmoqda. Vazifamizning tarkibi yoshirin kuch bo'lmish mazkur tuyg'ularni aktiv kuchga aylantirishdan iboratdir. Chunki Qur'on Karimga bo'lgan ixlos uni joriy qilish qat'iyatiga aylanishi, hissiyatchan musulmon omma tashkillik va angliq birlikka o'zgarishi, al ichi humanizm kelajakdagi qonun va organlarning axloqiy va ijtimoiy mazmunini shakllantiruvchi ro'shan fikrlarga aylanishi kerak. Bu aylanish o'zgarishni kim qandoq amalga oshirdi? Hadislar ta'sir ko'rsatish uchun qilingan har qanday harakat bir ijtimoiy harakatdir. Har qanday muvaffaqiyatli kurash faqatla o'rtaq va tashkillik kurashdir. Yosh bug'ullarning o'zgarish vazifasi faqatla o'zlariga xos arzu va g'oyalarini tashkillik bir harakatga aylantirish, yakka havas va shaxsiy qadriyatlarni ko'rdinliq va o'rtaq faoliyat pozitsiyasi bilan birlashtirish orqali o'rindilish mumkin. O'zgacha asosiy programma va nishonga ega bu harakatning amalga oshirilishi har musulmon davlat uchun cho'qim o'rindiladigan shart va qayta gullanishning boshlanish nuqtasi sifatida ko'rilmoqda. Bu harakat yetishgan kishilarni bir yerga jamlab, tig'i yetishmaganlarni yetishtirdi. Yuqori ko'tardi va chaqirdi. Nishonlarni aniqlaydi va shu nishonlarga ilib borg'usi yo'llarni izlab topadi. Bu harakat har yerda hayot, fikr va faoliyatni barliqqa keltirdi. U uzun va qattiq uyqudan keyin bir dunyoning vijdoni va irodasi bo'ladi. Bizlar bu kitobnomamizni jami dunyo musulmonlariga yo'llash orqali hech qanday va'da qilingan bir davlatning qandaqdir karomatlik zot yoki kutilayotgan mahdiylarning yo'q ekanligini ifoda qilmoqchimiz. Faqatla tirishchanlik, kurash va jon tasadduq qilishga arziydigan yo'l bor. Sınaqqa duch kelgan paytlarda hamisha ikki narsani unutib qolmayli. Bizlar yordam bilan barakatni Allohdan, qo'llab-quvvatlashni xalqimizning birligi va roziligidan olamiz.